Shu Allohning mehribonligi, kechiruvchan ekanligi ko'p eslatilishi ham bizga ko'p ziyon beradi. Nega ziyon desangiz, biz uni qahhor sifatini, Robbimizning qahhor qahri borligini unuttiradi. Hatto bu ham bir shaytonning hiylalaridan, nayranglaridan bo'lishi ehtimoli bor. Bizga faqat Robbimizning mehribonligini, tabiiy mehribon Robbimiz, rahimdil, rahmon, kechiruvchan, afv qilishni yaxshi ko'radi. Ammo qahhor sifati ham bor. Buni unutib faqat bir tomonligina qarash bizni o'zimizga ziyon bo'ladi. O'shaning uchun esimizdan chiqmaydigan bir eslatma bo'lish kerak har doim. Holimizga yarasha bo'ladi har narsa. To'g'ri, hech narsa bir xil davom etmaydi. Bugun unday qalbimiz ishqqa to'lib tursa, erta bir kun o qalb bo'shab qolishi ham mumkin. Bu xuddi hech bir narsa davomiy emasligini anglatadi. Masalan, hech bir baxt abadiy bo'lmaganda, hech bir baxtsizlik ham abadiy emas.